Navbatdagi o'rnatuv jarayonimiz Toshkent viloyati Ohangaronga mana avtomatik relslarni temirligidan o'rnatib berdik. Mana ish jarayonimiz bitdi. Hozir ishimiz bilan batafsil tushuntirib o'tamiz. Buni avtomatikasi bo'yi 3,5, eniga 385 o'rin, avtomatikasi 85. Kaltkasi mana ochilib yopilishi. Mana holatdan ko'rinishi. Darvozamiz mana svetlomadan biri shunaqa holati, katta radio blok. Komplektimizda ikkita pulti alohida. Yoniga o'ngon profil o'rnatib berganmiz. Ish jarayonimiz bitdi. Avtomatik darvozamizni narxi keladigan bo'lsa $90 dan $140 bo'ladi. 2 qavatli bo'ladi mahsulotimiz. Ichbeyni purklik, issiq sovuqqa, shumsh qo'rqonga yaxshi, kraskalarga ko'chmaydi.